Zapsda yaqaman, savol beraman, savollarimga javob. Assalomu alaykum avvalo, G'anijon aka. Bugun mana eng kenja farzandingizni nikoh to'yi bo'ldi. Biz unga mas'ul tasvirchi bo'lib xizmat qildik. Rahmat. Bu tasvirlar yillar o'tib, bu tasvirlardan nima izlanadi desa, biz bugungidek qilgan qimmatbaho Zax mashinalarimiz emas yoki dasturxonimizdagi mo'l-ko'l ne'matlar emas yoki uyimizni chiroyliliklari emas. Bu tasvirlardan izlanadigan asosiy narsa bizga yaqin bo'lgan jigarlar. Mana 21 yil oldin o'sha kichkina o'g'lingizni qo'lingizga olgan paytingizdan hozirgi kungacha o'tgan masofa qanchalar tez o'tdi? Suvdek o'tdi. Bugun mana kichkina farzandingiz katta hayotga yo'l qo'ydi. Xudo xolasa qadam bosdi. Qachonlardir shu o'g'lingiz kimlarnidir maslahatiga muhtoj bo'lib qolganda, biron bir yo'li yopiq ko'chalarga kirib qolganda, shu tasvirni yoqib, otamni menga dalda beradigan gapi bor edi mashetda deb turib, shu tasvirdan shunday o'ziga narsa olishlik kerakki, o'sha muammolardan chiqib, u muammolar muammo emasdek ko'rinib qolishlik kerak. Shuning uchun o'g'lingiz uchun hayot davomida kerakli bo'ladigan maslahatlaringiz, yurakdagi tilaklaringizni bemalol kameraga aytishingiz mumkin. Endi o'g'lim uchun birinchi o'rinda halollik bo'lish kerak insonda. Birovning haqqini yemash kerak. Birovning haqqidan qo'rqish kerak. O'zi uchun o'zi harakat qilish kerak. Misol bola chaqasi, oilasi. Men hayot bo'lsam, qo'limdan kelgancha qo'llayman-da bolani. Misol nima ishga qo'l ursa, men qarshilik qilmayman-da. Nimaga? U ashunga harakat qilyapti, men qo'llashim kerak-da. Shuning uchun meni fikrim bu dunyoda halol pok, yaxshi, birovning haqqidan qo'rqib halol ishlab yursang, doim oldiga yurasan-da. Qachonki birovni alda boshqa qilsang, orqaga yurasan. Birovni ko'ngdan qolsang, boshqa. Menimcha to'lka halollik bilan oldiga erishish mumkin-da. Tepaga cho'qqiga chiqish mumkin. Kichkina o'g'lingizni yaxshi ko'raman deb aytganmisiz? Yoshligida aytgan. Yoshligida ko'p aytiladi. Jicha katta bo'lib qolgandan keyin ota bilan bolani o'rtasiga sal parda tushib, yaxshi ko'raman deb to'g'ridan to'g'ri aytish qiyin bo'lib qoladi. Qiyin, to'g'ri. Bir o'g'lingizni yuragidan duo qilib berasiz endi. Amin. Alloh amin. Allohim avvalo o'g'il qizni berganingga shukr. Shu bolalarni orzu havasini ko'rishlikni nasib qilgan Alloh. Bolalarimni besh qo'lga ishga qo'l ursa o'zing madadkor bo'l. To'g'ri yo'lda ko'rsatgan. Yomonlardan adashtirgan, yaxshilarga yondashtirgan Alloh. O't bolasi, suv bolasi quruq tuhmatlardan o'zing asrasin Alloh. Bilib qilgan gunohlari bo'lsa o'zing kechirgin Alloh. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azobannar. Men otamdan boyman chunki otam bor. O'g'lim bor deb ko'ksini kirib yursin-da. Mehnatlarim rohatimni ko'rsin-da.